biz qandoq yashayapmiz? Biz nima uchun yashaymiz? Bu savol hammamizga o'rtaq savol. İnsaniyetga nisbatan mangulik oqibatni belgilaydigan asosli tema. Bu doim kishilarni tafakkur qilishga undab turadi. Biroq ular har qancha o'ylansimi, o'zlari qanoatlangidek javobga erisholmaydi. Shunga kishilar hayronlikni bosolmay, biz yashash uchun yamdiq yoki yeyish uchun yashamdiq deyishga majbur bo'ldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda kafirlar hayoti dunyoda dunyo lazzatidan bahramand bo'ladi va chahorpaylardek yeb ichidi. Ularning borar joyi do'zaxdir degan. Jumladan bu savolga hammaydan kundalik turmushimizda uchrab turamiz. Yana bundaq bir savolga duch kelamiz. Biz qandoq yashayapmiz? Men qandoq yashayapman? Bu savol hammaydan o'ylanishga tegishli o'rtaq savol, o'rtaq tema. Yalnız menla emas, boshqa qarindoshlarimiz-mu bu savolni o'ylab boqqandi. Shundoq, Uyg'ur jamiyatiga nazar soladigan bo'lsak, biz qandoq yashayapmiz? Menimcha, biz o'zimizning ruhidagi ba'zi illatlar bilan birga buruq-turum bo'lib, gangrab yashayapmiz. Hay, qachon tugar shu millat ruhidagi nachar ruhiyat axlatlari? Zodi qachon biz bir-birimiz bilan nima uchun inoq o'tilmaydiganimiz? Hasadxo'rlik, ko'ralmaslik bizning ruhimizni asir qilyapti. Sizlarga bir oddiy misol qilib beray. Bir kuni men sirtqa bir narsa sotib olg'ali chiqqan edim. Avtobusda bir er kishining yenidagi birodariga mundaq deyotganligini anglab qoldim. Ag'ina, qara Asqar degan bu nima bak ichimni pishiribdi. Kichik vaqtida oilasi shundoq namrat, bechora yalangtosh edi. Hozir pul tepib yo'g'inib ketibdi. Odamning teximi chishiga tegib, shundoq chiroyli xotin elibdi. Texi boshqalarga mol dunyosini ko'z-ko'z qilib, namratlarga yordam qilishga qishliq ko'mir elib beribdi. Mahalladagi heliqi eski ombirini masjidga vaqf qilib beribdi. Bu hammasi uning mol dunyosini ko'z-ko'z qilganligi bo'lmay nima? Hasad o'tunni yegandek savobli ishlarni yap to'kdi. Hasadxo'r kishilar dunyodagi eng bechora kishiki, dunyodagi eng xo'shal, eng baxtli kishilarning xo'shallik yukini o'ziga ortib olib, o'zini ortiqcha qiynaydi-da, dunyodan azob ichida ketadi. Bu kishining og'zidan chiqayotgan sesiq gaplarni anglab, to'v deb yoqamni tishladim. Nima uchun bir qism kishilarimiz el qalbida chunqur iz qoldirib, millat uchun jon ko'ydirayotgan o'g'lonlarni ko'rolmay, o'zini-mu, boshqalarni-mu qiynaydigandir? Tova, ularga tova. Agah bo'l inson, sinab olam bu. Bu dunyo sizga sinab, imtihon o'ylasidir. Siz bu dunyoda yo'lovchi xolos. Bir ulug' shaxs bundoq degan ekan. Bu dunyoni men bir uyga o'xshatsam, inson oldingi eshikdan chiqib, keyni eshikdan chiqib ketadi ekan. Uy qoladi ekan, biz ketadi ekanmiz. Haqiqatan shunday. Biz ketimiz, dunyo qoladi. Vafosiz dunyo. Bu nini katta kishilarga vafo qilmagan dunyo bizda kishilarga vafo qilarmi? Zamin u inson uchun sinoq qo'ylisi. İnsan yashashdek haqiqatni bilgan, e'tirof qilgan ekan, hamon o'ladigan haqiqatni ham cho'qim e'tirof qiladi albatta. O'limdan qutulg'ili bo'lmaydi. Biroq nurg'un kishilar o'zlarini o'limdan keyingi ishlarga tayyorlik qilishdan, o'limni aslashdan o'zlarini qochiradi. Alloh Qur'oni Karimda qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami degan. Nurg'un kishilar sog'lom turibmi, oddiy sabablar tufaylidan dunyodan xo'shlashadi. Shu oddiy sabab ularning o'lishiga sabab bo'ladi. Bu dunyoda nima o'lmaydi deganimizda faqat yaxshi nomda o'lmaydi. O'tib ketgan yillar hech nimaga arzimaydi. Agar siz vaqtingizni ahamiyatsiz ishlar bilan o'tkazmasangizlar, bu dunyoda yaxshi amallarni qilsangizlar, pushaymonda qolmaysiz. O'lim o sinoq ho'ylisidan mukofot jazo ho'ylisiga yo'tkaydigan omil. İnsan iymoni kuchli bo'lib, Robbidan qattiq qo'rqsa, dunyoda Robbining yo'lida menib, yaxshi amallarni qilsa, yaratquchisining hidoyatiga ergashsa, shaytonning vasvasasiga ergashmasa, hidoyat yo'lidan yiroqlashtiradigan dunyoning nozu ne'matlariga berilmasa, nafsi kayniga kirmasa, ana shu imtihonning muvaffaqiyat bilan oxirlashganligining natijasidir. Uning aksichi bo'lsa, yomon yo'lda menib, shaytonga ergashsa, nafsi kayniga kirib ketsa, bu imtihonning natijasi mag'lubiyat bilan oxirlashadi.
oqibatda borar joyi do'zax bo'ladi. Agah bo'l inson, sinoq olam bu. Allah bizni her türlü sınav, imtihanlar bilan sınaydı. Bardoshlik berganlar Allohning rahmati va mag'firatiga muyassar bo'ladi. Yaxshi so'zlik, tili suyumlik bo'linglar. Güzel, yaxshi so'zlarni qilish insonga vojib. Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qiyomat kuni mu'minning mizoniga qo'yiladigan eng og'ir narsa yaxshi axloqdir. Shubhisizki Alloh taolo qo'pol va sat gap qiladigan odamga o'chdir. Kimki Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan yaxshi so'zlarni qilsin yoki jim tursin. Kimki Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan qo'shnilarga yaxshi muomalada bo'lsin. Kimki Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan mehmonlarni izzatlasin. Yaxshi so'zlarni qilish, yaxshi bo'lish millatimizning go'zal axloqlaridan biri. Biz azaldan adab axloqli xalq. Uyg'urlarda cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash bir xil oliyjanob axloq hisoblanadi. Men mundaq ahvollarga yo'liqqan. Bir kuni bir yashangan kishi avtobusga chiqishig'la bizning millatdan bo'lgan bir mast u mo'ysifni qattiq ittirib etdi. Avtobusdagi hammaylar uning bu qiliqini qattiq ayblasa, og'zidan shundoq sat, maynat gaplar bilan tinglashga boshladi. Oradan bir kishi chiqib, chiroyli so'zlasa, uningga qarab texmi qattiq afsonalar bilan javob qaytardi. Uning bu qiliqini ko'rgan shoför va bir qancha kishi avtobusdan qo'lini ittirgan pati tushiribdi. Uning so'zlarini bu yerda tilga ilishim mumkin emas. Boshqalarga illiq muomala qiling. Alloh yaxshi so'zli kishilarni haqiqatan yoqtiradi. Madaniyatlik qildim deb odamning g'idiqini keltiradigan gaplarni qilmang. Hozirgi yoshlar qandoq gap qiladi ekan tang, oho, voho degan quloqqa g'alati anglanadigan gaplarni qilishni yoqtiradi ekan. Bu gaplar Uyg'ur tilida logikalik ma'no anglatmaydi yoki ma'nosimi yo'q-ku. Agar boshqa ma'nosi bo'lsa, yoki men tushunmadimmi? Iymon sizdan ayrilmasin. Bir kuni bir muslima hadam bilan bozorga chiqqan edik. Qaltis modi yasangan ikki qiz bizni mazaq qilib turdi. Qaranglar bu buyumlarni yog'liqini mahkam chigib olganini. Yosh bo'lgandan yasinib, hayotning bahrini surmay, qaloqligi bularni. Ularga shu chaqdada dakkisini bergim keldi-yu, to'xtab qoldim. Bo'ldilar. Bundaq nadonlarga ig'iz o'qitib yuraman. Ashundaq nadon kishilarga va islomiyat muayyan zamonga tushgan, u zaman o'tib ketdi. Biz hozir taraqqiy qilgan zamonda islom bu zamonga mos kelmaydi deydigan kishilarga shundaq degim keladi. İslam dini oshkora bo'lgan ehtiyoj va talablar bilan mos holatda tanmadi. U zamonlar aro ojizlashib qolmay, taraqqiy qilishga, hayotiy kuch va fan farosatlarni qo'llashga qodir bo'la oladi. Islom shariati Yevropaning qoida qonun nizomlaridan yuqori turadi. Tantaviy nomli kitobda mundaq deyilgan: agar islom dini borliqqa kelmagan bo'lsa, Yevropaning taraqqiyoti 4-5 asr keyin qolgan bo'ladi. Shundaq islom bizni solih musulmon, yaxshi ummat bo'lishga chaqirdi. Islomni ko'zga ilmaslik kufrlik. Alloh bizni iymoni komil, taqvodorlar qatoridan qilsin. Amin. Mal mulkingdan mag'rurlanma, bormi men kabi. Bir ta'tur shamol chiqsa, so'ruydi xoman kabi. Tilikim aqlimdan ozdirma xudo. Qilib qolmay po'kanga sajda iqtida. Mehnatsiz g'oyibdan kelmasin rizqim. Qisqasi haromdan ayligin juda.